Hammaga salom bolalar. Bugungi videoda bizlar bir oson narsani o'rgatadigan bo'lamiz. Ya'ni qanaqa qilib chatni ochishni. Misol uchun agar chat ochish uchun mana shunaqa bir narsalardan o'tish kerak. O'tish kerak bo'ladi. Hozir. Chat. Ayo bo'ldi xos. Mana shuni bosamiz. Bo'ldi. Yo, aldan bo'lmadi. Просто continue ni bosamiz hozir. Boya qarshi hozir bolalar ko'rsataman. Yo'qol. Resume. Hop, mayli, boya continue ni bosamiz, keyin pastda continue ni bosamiz. Qarshi estimating your age deb turibdi, hozir chiqsin. Hozir. Kart mana shu yerda o'z ko'rsatib turar ekan, men unga ahamiyat qilmaganman. OK ni bosamiz. Bilet. Kart bo'ldi, ochildi endi chat. Bu nima? Bolalar bunaqa ham bormaydi. Yo'q, men bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Hop, mayli, keyingi videoda ko'rishguncha davay.